Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Tajvid darslarimizdan 3-dars. Harflarni sifatlariga kelgan edik. O'tgan darsda ziddi bor sifatlarni o'tgandik. Bu darsda ziddi yo'q bo'lgan sifatlarni o'tamiz. Bu dars oson bo'ladi, chunki juda ham sodda holatda tushuntirib beraman. Qanday oson bo'ladi? Umumiy 8 ta sifat bo'lsa, ziddi yo'q bo'lgan. Ulardan bittasi g'unna. Bugungi darsda o'tmaymiz. Chunki alohida darsimiz bor. Sukun, nun va tanvin degan. O'sha mavzularda g'unnani o'tamiz. Alohida o'tamiz, batafsil o'tamiz. Bu darsda o'tilmaydi. Endi undan keyingi takrir, tafashshi va istitola, mana shu 3 ta sifat faqat bir donadan harfda bor xolos. Uchalasida ham bittadan harf bor xolos. Juda ham oson holatda. Misol uchun takrir uchun bitta harf, tafashshi uchun bitta harf, istitola uchun bitta harf. Bo'ldi. Va undan keyingisi inhirof va lin. Bu sifatlar ikkitadan harfda bor xolos. Lin ham, inhirof ham ikkitadan harfda bor xolos. Endi as-sofir bor. Bu 3 ta harfda bor. Ular bir-biriga o'xshash bo'ladi va oson bo'ladi. Va undan keyingisi oxirgisi bu qalqala 5 ta harfda bor. Lekin qalqala harflarini bu harflar mahrajida ham o'tganmiz. Bundan oldingi darslarda ham to'xtalib o'tganmiz. Bu darsda sal batafsilroq tushuntirib beraman. Xullas, darsimiz mana shunday oddiy, sodda bo'ladi. Birinchi o'rganadigan sifatimiz sofir. Sofir bu ma'nosi xushtak yoki qushning ovoziga o'xshash ovoz. Mana shu ma'noda keladi va bu 3 dona harfda bor xolos. Ular sod, sin, zay. Mana shu 3 ta harfda bor xolos. Bular tashdidli yoki sukunni kelganida mana shu sofir sifati aniq bilintiriladi. Misol uchun as, az. Men nisbatan uzoqroq cho'zdim sizga aniq bilinishi uchun. Qisqacha mana shunday o'qilinadi. As, az. Sofir mana shu sifat. Keyingi o'rganadigan sifatimiz inhirof. Bu 2 dona harfda bor xolos. Biri lam, ikkinchisi ro. Inhirof ma'nosi og'ish yoki mahrajdan chiqish, burilish ma'nosida keladi. Tajvidda esa tovush yo'lini til to'sib qolganini hisobiga havo mahrajdan emas, mahrajdan boshqa tomondan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Mana shu inhirof. O'zini mahrajdan emasda boshqa tomondan yo'l topib chiqib ketishi. Tushunarli? Ro, ri, ru, la, li, lu, al deyiladigan bo'lsa, til o'sha mahrajni yopib turadi, havo boshqa tomondan chiqib ketadi. Misol uchun, endi ro va lam harflari inhirof orasidagi, bularning o'rtasidagi farqi nima desa, lam harfida tovush yo'lini tilni oldingi qismi to'sgani uchun havo tilni 2 yon tomonidan chiqib ketadi. Tushunarli? Lamda o'rtani to'sib qo'yapti til, havo tilni 2 yonidan chiqib ketadi. Al deganda ushlab turadigan bo'lsangiz, til yopishib turadi. Havo yon tomondan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Lamda mana shunday. Roda buni teskarisi, havo oqimi keladi-da, tilni o'rtasiga qarab yuradi, ya'ni tilni uchga o'rta qismiga qarab yuradi. Ro, ri, ru, ar deyiladigan bo'lsa, lam harfini inhirofi rasmda ko'rsatilishi. O'rtadagiga qaraydigan bo'lsak, tovush havo oqimi kelyapti, to'g'risi berkilgan. Shuning uchun endi yonga harakat qilyapti yoki u tomon yoki bu tomon ikkala tomoniga qarab chiqib ketyapti. To'g'rini til berkitib qo'ygan. Agar o'ngdagi rasmga qaraydigan bo'lsak, til tepaga tegib turadi va havo 2 yon tomonlardan chiqyapti. Mana shu lam harfining inhirofi. Endi ro harfida bo'lsa, havo kelyapti, yon tomonlaridan bo'lib to'g'riga o'rtasiga, tilni uchiga qarab yuradi. Rasmdan ko'radigan bo'lsak, tilni o'rtasidan chiqib ketyapti. Qisqasi ikkalasida ham havo oqimi mahrajdan qochyapti, ya'ni boshqa tomondan o'tishga majbur bo'lyapti. Inhirof mana shu va shu 2 harfda bo'ldi. Lam va ro harflarida. Keyingi o'rganadigan sifatimiz bu hozirgacha o'rganilyapti turgan sifatlarning ichidan eng yaxshi o'zlashtirishingiz kerak bo'lgan sifatlardan biri.
chunki mana shunda juda ko'p xatolar, tushunmovchiliklar uchraydi. Qalqala. Qalqala harflari 5 ta. Qutubi jaddin. Qof, to, ba, jim, dal. Mana shu 5 ta harfda bor xolos. Boshqa harfda yo'q. Qalqala nima desa, qalqalani qisqacha tebranish deb aytishimiz mumkin. Nima uchun tebranish? O'sha harflar sukunli holatda bo'lganida maxrajida ozgina tebranish bo'ladi. Misol uchun aqo yoki ato, abi, aji, adi. Agar bularda qalqalasini bilintirmay o'qilinadigan bo'lsa, mana shu harflar yo'qolib qoladi. Misol uchun aq, qof harfi yo'qolib qoladi yoki to harfida aq yoki ba harfida ab, aj, ad ajratilmay qolinadi. Mana shuning uchun ham bularda qalqala bor. Harf ajrab turishi uchun. Misol uchun dal harfini oladigan bo'lsak, dal harfi, ya'ni d harfi o'zbek tilida d harfi, bizda buni t harfiga ham almashtirib o'qiymiz yoki bo'lmasa umuman qalqalasi o'qiganimiz uchun e'tibor bersangiz d harfi yo'qolib ketib qoladi bizda. Arab tilida bunday emas. Ana shu yo'qolib ketmasligini oldini olish uchun ham qalqala bor. Qul huvallohu ahad. Allohus somad. Mana shu oxirida bilintiriladi yoki agar qalqalasi o'qiladigan bo'lsa, qul huvallohu ahad. Oxirdagi harf bilinmay qoladi. Tushunarli-a? Qalqalada ozgina tebrantirish bo'ladi. Bu yerda umumiy harflarni 3 xil o'qilishi keltirilgan. Ya'ni Qur'onda kelgan barcha harflar 3 xil holatda o'qilishi mumkin. Birinchisi mutaharrik, ya'ni harakati bor, fatha, kasra, zammasi bor harflarda mana shunday keladi. Ikkinchi holat bu sukunli talaffuz qilinishi, qalqalasi yo'q harflar. Jami qalqalasi yo'q harflar sukunli holatda kelgan, ya'ni oddiy o'qilishi. Va uchinchi holat bu qalqalali harflarga sukunli kelishi. Tushunarli? Harakatda va sukunli. Uchinchisi qalqalali. Mana shunday holatda o'qilinadi harflar. Yo harakati bo'ladi yoki sukun bo'ladi. Endi sukun bo'lsa ham jon oddiy sukunmi yoki qalqalali sukunmi? Shunga qarab o'qib ketilinadi. Qalqalani kelib chiqishi, nima uchun qalqala deyilgani? Oldingi holatda arablar sahroda yashaganliklari uchun yonlarida doim o'choq ko'tarib boshqa qilib yurilmagan, ular ko'chmanchi qabila bo'lgan. Toshlarni terib, uni o'rtasiga ustiga qozon qo'yilgan va mana shu qozon ichidagi suv qaynaganda qozon bilan birgalikda tebranib turgan. Mana shu holatga arablar qozon qalqala bo'lyapti deyishgan. Shu so'zni tajvidga olib kirilgan harflar ham xuddi mana shu qozonga o'xshab tebrangani uchun, maxrajda tebranish bo'lgani uchun. Bu yerda qalqala darajalari berilgan. 2 ta daraja berilgan. Aslida buni 3 ta deb o'rgatish yaxshiroq. Misol uchun bu yerda katta, kichik berilgan. Bularda katta, o'rtacha, kichik deyilgani yaxshiroq. Buni tushuntirib qo'shimcha aytib o'tib ketaman. Birinchi, ana shu kitob bo'yicha aytadigan bo'lsak, katta qalqala bular mana shu qalqala harflarida to'xtalganda so'z oxirida kelyapti. Qo'shib o'qimayapsiz, shu qalqala harflariga kelib to'xtayapsiz. Xoh oyat oxiri bo'lsin, xoh nafasingiz yetmay to'xtagan bo'lsin, xoh yoki o'zi to'xtash mumkin bo'lgan joyda to'xtaganingizda. Qisqasi, qalqala harfiga kelib to'xtaganingizda katta qalqala bo'ladi. Bunda mana shu qalqalani aniq bildirilishi kerak. Misol uchun al-falaq, qul a'udhu bi robbil falaq deganda qofniki aniq bilinadi qalqalasi. Muhito, muhito deganda ham todagi qalqala aniq bilinishi kerak bo'ladi. Yoki kasabi deganda ham badagi qalqala. Bahij deganda ham jimdagi qalqala yoki ahad deganda daldagi qalqala aniq bilintirilishi kerak. Qisqasi, katta qalqala qachon bo'ladi? Mana shu qalqala harfiga kelib to'xtalganda. Kichik qalqala nima bo'ladi? Qanday bo'ladi desa, bular so'zlarda orasida kelganida harf mana shu sifati juda ham kuchli bilintirilish shart bo'lmaydi. Bilintiriladi, lekin bu harfga kelib to'xtagandagi darajada emas. Misol uchun yaqdi, yut'imu bilintiriladi, o'tib ketilinadi. Yubsiruna, taj'alunaha, taji deganda jimda qalqalasi bilintirilyapti, lekin to'xtagandagi
holatdagidaqa kuchli bo'lmaydi. Mana shu katta va kichik qalqala. Endi qalqalani eng kuchli darajasi bor. Bu tashdidli qalqala. Tashdidli qalqala, ya'ni ham harf tashdid bilan to'xtaydi, ham harfda tashdid bor, ham qalqalasi bor. Misol uchun tabbat yada abi lahabin va tabb. Mana shu abi lahabin va tabb degandagi oxirida b bilan to'xtalyapti. Tashdidi bor va qalqala. Bu yerda ham tashdidda ham qalqalani bildirilishi kerak. Yoki bo'lmasa bil haqq. Mana shu yerda qof harfida tashdid bor, qalqala ham bor. Mana shu tashdid bilan kelgan qalqala eng kuchlisi bo'ladi. Endi qalqalaga oid so'nggi ma'lumot bu ko'p uchraydigan xatolar. Birinchisi harflarda qo'shilib qolishi. Ya'ni fatha, kasra, zammani sifati kelib turishi. Aqo uga tortib ketib qolishi yoki oga tortib ketib qolishi, fathaga tortib ketib qolishi, falaqo qo bilan o'qib qo'yilishi mana shunday yoki tajiri deb o'qilinadi bir xillarda. Jiga o'xshab tajiri deb tajiri bo'lishi kerak edi. Mana shu fatha, kasra, zammani sifatini berib qo'yishlik qalqalada ko'p uchraydigan xatolardan. Ikkinchi ko'p uchraydigan xatolardan bu hamza bilan tugatish. Buni qanday bo'ladi? Misol uchun o'qib kelinyaptida oxirida xuddi hamza borga o'xshab degan tovush chiqib qoladi. Misol uchun al-falaq degan mana shu tovush chiqib turadi. Hammasida ham yoki ahad degan mana shu tovush chiqib qo'shib qo'yish juda ko'p uchraydi. Bunda chiqmasligi kerak. Ahad al-falaq taniq qalqalaning o'zi chiqishi kerak. Keyingi uchinchi ko'p uchraydigan xatolardan mana shu ko'pincha zammali va fathali kelganda o'sha qalqalani cho'zish uchraydi. Misol uchun bi robbil falaqo qo deb cho'zilishi yoki min sharri ma xalaqo boshqa joylarda ham shunday qo'shimcha cho'zuv qo'shib qo'yish. Bu ham ko'p uchraydi. Umumiy mana shu 3 ta xato ko'p uchraydi. Keyingi o'rganadigan sifatimiz bu takrir. Takrir sifati faqat ro harfida bor xolos. O'zi nomidan ham takrorlash, qaytarish, ya'ni ro harfini ko'paytirib qo'yish. Misol uchun bismillahirrohmanirrohim deb o'qilinadigan joyida bismillahirrohmanirrohim e'tibor bergan bo'lsangiz ro harfida o'ta ko'p qaltirab ketishi bo'lyapti. Mana shuni takrir deydi. Ar-rohmanirrohim bo'p roga o'ta ko'p qaltirash berilmaydi. Ikkitami? Ikkita. Ar-rohmanirrohim. Ar-rohim bo'lib ketmasin. Ar-rohman bunda ham bo'lmasin. Ar-rohman, ar-rohim ana shunday holatda o'qilinishi kerak. Yana ko'pchilikda uchraydi bu ro harfini ingliz tilidagidaqa talaffuz qilish, ya'ni umuman yutib yuborilishi. Misol uchun ar-rohman, bismillahirrohmanirrohim ro harfi man chiqmay qoladi. Ar-rohman, ar-rohim bunday talaffuz qilinmaydi. Aniq bilinish kerak, lekin ko'payib ketmasligi kerak. Takrir qilinmasligi kerak, butunlay yo'qotib tashlanmaydi. O'ta biz tilda aytganda yeb qo'ymaslik ham kerak, yutib olmaslik kerak va juda haddan oshirib ham olmaslik kerak. Ro harfida ko'pchilikda o'zi muammo bo'ladi, yo mana shu aytganimdek harf man chiqmay qoladi yoki ko'payib ketish bo'ladi va til yopishib qolishi bo'ladi. R yoki ir bu juda ko'p uchraydi. Yoshi kattalarda, yoshi kichkinalarda ham uchraydi. Buni tajribadan ko'p o'tgan usul biroz noodatiy bo'lsa ham, g'alatiroq bo'lsa ham o'rgataman. Mana shunday nafasingiz tugaguncha qilib tura oladigan darajaga chiqishingiz kerak. Boshida tilingiz yopishib qoladi. Bo'lib qolaveradi. Buni tez orada tilingizga dam berib orada yana takrorlashingiz hisobiga tilingiz bemalol istaganingizcha borib keladigan bo'lib qoladi. Tilda oldiroq, orqaroqdan roni talaffuz qilishga harakat qilish kerak. Tanglay bo'ylab yurgizib, oldiroqqa, orqaroqqa olib borganingizcha. Bu juda ham ish beradigan usul. Ana shunday turaverasiz. Misol men hozir nafasim tugaguncha bemalol turaveraman.
mana shu usul foyda beradi. Tilingiz uchi zerikib bezillab qoladi. 3-4 daqiqadan keyin orada dam berasiz, yana vaqt o'tib, yana sinaysiz, yana harakat qilasiz. Tilingiz mana shu ro harfini istagan paytingiz yo'g'on, istagan paytingiz ingichka o'qiy oladigan bo'lib qoladi. Keyingi sifatimiz bu tafashshi. Bu sifat ham faqat bir dona harfda bor xolos. Bu shin harfida. Shin harfini esingizda bo'lsa, mahraj darslarida aytib o'tgan edim. O'zbek tilidagi sh bilan arab tilidagi shin harfini farqi bor deb. Mana shu sifati bilan ajrab turadi va ikkinchi farqi bu til o'rtarog'idan talaffuz qilinadi arab tilidagi shin harfi. Bu tafashshi sifati nima? Kelayotgan tovush mana shu oldi yuqoriga va pastki tishlarga qadar tovushni tarqalishi. Tovush tarqaladi oldingi tishlarga yetib borgunigacha, to'qnashgungacha. Sha, shi, shu, ash deyilganda. Mana shu tafashshi sifati. Keyingi o'rganadigan sifatimiz lin sifati. Bu sifat 2 dona harfda bor xolos. Vav va ya harflarida. Bundan oldin aytib o'tdim, siz o'rganayotgan sifatlardan eng muhimlaridan biri qalqala dedim. Endi undan keyingi muhim ahamiyatga ega bo'lgani lin sifati. Buni ham yaxshi o'rganishingiz kerak, chunki kelajakdagi ayrim qonun qoidalar bor, mana shuni ustiga quriladi. Lin o'zi nima? Lin ma'nosi yumshoq, mayin, yengil degan ma'noda keladi. Tajvidda esa o'zidan oldin fathali kelgan vav va ya harflarini yumshoq o'qishlik. Vav va ya keladi, o'zidan oldin fathali harf keladi. Mana bu joyga qaraydigan bo'lsak, harf kelyapti, undan oldingi harf harakati fathali. Bu yerdagi misollarga qaraydigan bo'lsak, birinchisida mana vav keldi va undan oldin xo fathali kelyapti. Vav o'zi sukunli, undan oldingi harf xoda fatha. Endi buni vavni yengil o'qiymiz. Xavf, xavf, xavf bo'lib qolmaydi-da, xavf bo'lib o'qilinmaydi. Xavf yumshoqroq o'qilinadi. Keyingisida ham vav kelyapti, undan oldin qo kelyapti, ya'ni fathali harf kelyapti. Buni ham qavm, qavm, qavm mana shunday o'qib ketilinadi. Va keyingisida ya kelyapti, undan oldin ba fathali b harfi kelyapti. Bayt, ya'ni al-bayt, bayt bo'lib tushyapti. Bayt bo'lib yeni qattiq bilintirilmaydi. Al-bayt. Keyingisida ham ya sukunli kelyapti, undan oldin ro harfi fathali kelyapti. Quraysh, Quraysh, Quraysh. Tushunarli-a? Ozgina mana shu yumshoq, yengil o'qilindi. Lin harfi, lin sifati mana shu. Harflar esa sukunli kelgan vav va ya, ulardan oldin fathali harf kelishi kerak. Lin sifati shu. Keyingi o'rganadigan sifatimiz bu istitola. Buni isti'lo, istifola bularga adashtirmanglar. Bu istitola ma'nosi uzaymoq, cho'zilmoq degani faqatgina dod harfida bor. Boshqa harfda yo'q. Nima cho'ziladi bunda? Til uchi cho'ziladi. Tilni yon tomonlari, til agar mana shu o'rtada deydigan bo'lsak, tilni mana shu ishora deb tursak, yon tomonlari bu oziq tishlariga taqalgan holatda bo'ladi, ikkala tomoni, va tilni uchi mana bunday cho'zilish bo'ladi. Tushunarli-a? Mana shuni cho'zilish. Cho'zilib bu qismlarga, tanglayga tegib ozgina yopish bo'ladi. Mana shu istitola. Tilni mana bunday cho'zilishi. Yon tomonlarga bir paytda tegib turadi, yonlari, qirg'oqlari va tilni uchga qismini shunday ishoradagi kabi cho'zilib borishi. Mana shu istitola. Dod harfini o'zida bor. Do, doy, do, doy, do, el. Oxirgi sifat bu g'unna edi. G'unnani alohida sukunli nun va tanvin qoidalarida o'tamiz inshaalloh.
Shu bilan sifatlar mavzusi ham tugadi. Bundan oldin mahrajlar darslarini ham ko'rgan edik. Agar qayergadir tushunmay qolgan bo'lsangiz yoki qandaydir savolingiz bo'lsa, kommentda, izohlarda qoldirishingiz mumkin yoki Telegram kanalimizda bot bor. Ana o'sha bot orqali aloqaga chiqishlaring mumkin. Keyingi darslarda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.